siz bu yerda nima qilyapsiz? Zebo, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Sizga hammasini aytib beradigan vaqt keldi. Nimani? 2000-yil onangizlarning kasalligi tufayli Sodiq ikkalamiz doktor bilan ko'rishdik. Hammasi shundan keyin boshlandi. Menga qog'ozga o'ramasdan gapiravering. Doktor, onam tuzalib ketadilarmi? Uka, onani kasalliklari juda ham og'ir. Uni davolash uchun juda katta pul kerak. Shunda ham tuzalib ketishlariga kafolat yo'q. Doktor bilan suhbatdan keyin onaxon tuzalib ketishlari uchun pul qidirishni boshladik. Hech kim yordam bera olmadi. Do'stim ilojsizlikdan qiynalayotganiga shundoq qarab tura olmas edim. Onaxonning hayotini saqlab qolish uchun oxiri tavakkal qilib jinoyatga qo'l urdik. Lekin restoranni katta edi, kamida 500 mingga sotgandir. Yana ana kelyapti. Menga qara, sen hushyor bo'lib turgan, tushundingmi? Faqat pichoqqa ehtiyot bo'l o'rtoq. Bo'cha, ertaga grefni dodasi mendan. Davay, o'rtoq, tezlash. Ovozingni chiqarma, o'ldiraman. Ketdi bos. Mahallada o'terlar yuribdi. Qana qo'pi? Bo'lmayapti. O'g'irlab ketdi. Savat qil. Ay, qoch ketdi. Ketdi bos. Sardor, sur! Afsuski, militsiya xodimlari bilan to'qnashib qoldik. O'ldiraman! To'xta, o'taman! Sodiq yaralandi. Menga sizlarni omonat qilib topshirib, qochishim kerakligini aytdi. O'y, seni tashlab keta olmayman. Tushunyapsanmi? Tur o'rtoq. Menga qara, oilam senga omonat. Bor. Men do'stimni tashlab ketishga majbur bo'ldim. Sodiq 14 yilga kirib ketdi. Lekin meni sotmadi. Sodiq kirib ketgandan keyin sizlardan xabar ola olmadim. Sababi qidiruvda edim. Asosiysi, do'stimga va'da berganimdek, doktor bilan ko'rishib davolanish uchun kerakli pulni yetkazdim. Rahmat. Sizga ishondim. Sizlardan xabar olib turish uchun kerakli odam yolladim. Assalomu alaykum, Sardor aka, tinchlikmi aka? Nima bo'ldi? Gapimni eshit. Labbay. Sodiq keyin eshitdingmi? Tiqib qo'yishdi. Va, yaxshi bo'lmadi.